Assalomu alaykum barchaga. Bugungi videoda biz Neonline saytidan registratsiya qilish ko'rib chiqamiz. Bilamiz, oxirgi paytda Neonline saytida o'zgarishlar ko'p bo'lganligi uchun ko'pgina xaridorlardan ba'zi proshivka yuklab olish bo'yicha muammo bo'lib qoldi. Ya'ni saytdan ro'yxatga o'tish sal qiyinchilik tug'dirdi. Shuning uchun buni hozir biz ko'rib chiqamiz. Mana bu ofitsialniy xabari bo'yicha foydalanuvchilar uchun buni ko'rishingiz mumkin. O'zini ofitsial kanalida ma'lumotlarni shu kanalga ulab olsanglar, ofitsialniy ma'lumotlarni ko'rib turishingiz mumkin. Yangiliklar, o'zgarishlar. Qani bo'lmasam ketdik. Birinchi bo'lib qiladigan ishimiz bizga Chrome yoki Google ilovasini kiramiz. Kirib turib, poiska Neonline.ru deb yozamiz. Neonline.ru deb yozamiz. Birinchi chiqqan saytga kiramiz. Mana shu birinchida turgan Neonline ofitsialniy internet magazin ruscha yozib turgan. O'shanga ustiga bosamiz. Kirib turib, bu yerga bizdagi xabarlar kerak emas. Boshda chiqqan. Biz eng pastga tushamiz. Eng pastga tushsak, bu yerda informatsiya degan so'z bor. Mana informatsiya ruschalab yozilib qo'yilgan. Informatsiyani ustiga bossak, bu yerda ikkinchi qatorda garantiya servis turibdi. Birinchi qatorda, ikkinchisida обновление degan turibdi. O'sha обновление ustiga bosamiz. Xo'p, undan keyin bu yerga ruscha so'zlarda mana shunaqa ekran chiqib keladi. Bu yerda lичный kabinetni oching degan ruschalab. Kimdirlar ruschani bilmasligi mumkin, ba'zilar bilishi mumkin. Xo'p, bo'lmasam ketdik. Mana birinchida turgan зарегистрироваться в личном кабинете deganni bosamiz. Личный kabinetni ustiga bunday bossanglar o'z sirasi kirib ketadi. Личный kabinetga. Bitta bosamiz. Xo'p, bu yerda telefon degani bor. Bu yerda faqat rossiyskiy nomerlar qabul qilinadi. Keyinchalik o'zbek raqamlari kiritilishi mumkin. Keyinchalik, hozirchalik boshqa usulni ko'rib chiqamiz. Xo'p. Pochta orqali birinchida turibdi, vойти va pochta deb turibdi. Pochta orqali kirish. Ko'p odam hozirgi zamonda radarimizda ishlatib turgan odamlar, ko'p odam pochtani unchalik ma'lumot bo'lmaganligi uchun salgina bu uslub qiyinchilik tug'dirgani uchun bu uslubdan foydalanmaymiz. Keyingisi vойти с помощью пароля bu bizga aloqador narsa emas. Зарегистрироваться degani bor. Keyin pastda Telegram rasmi turadi. Login with Telegram. Endi men telefonim inglizcha tilda bo'lganligi uchun, interfeysda bo'lgani uchun menda inglizcha chiqib turibdi. Sizlarda зарегистрироваться через Telegram agar ruscha biladigan bo'lsa yoki Telegram orqali avtorizatsiya qilish degani chiqib keladi. Xuddi shu Telegram degan ustini bosamiz. Mana Telegram orqali registratsiya qilish. Nomer orqali qila olmaysizlar hozirgi данный moment. Bu yerda faqat russkiy nomerlar kiradi xolos. Keyinchalik chiqishi mumkin, hozirchalik faqat Telegram orqali kirish mumkin. Hop, Telegram ustiga bosamiz. Bosganimizdan keyin shunaqa ekran chiqib keladi. Bu yerda sizlarda sirazi O'zbekiston chiqib kelishi kerak. O'zbekiston topamiz. O'zbekistonni topib, o'zingizlar raqamlarni kiritasizlar, Telegram. Hop, raqamlarni kiritgandan keyin Xo'p, biz o'sha sizlarning nomeringlarga xabar jo'natdik deydi. Endi xuddi shu kiritgan nomeringlarni Telegraminglar bo'lishi kerak. Xuddi shuni masalan hozirgi ishlatayotgan nomeringlar bo'ladigan bo'lsa, kiritgan nomerlarni Telegram bo'lishi kerak. O'sha Telegramga endi kiramiz. Xuddi shu nomerda. Endi shu nomer Telegramga kirsak, mana shu Telegramga kirsak, bu yerda Telegram o'zi ofitsialniy xabar keladi bu yerda. Shu yerda qarasak, menda inglizcha yozilgan, sizlarda ruscha kelyapti. Biz Neonline.ru saytidan sizni registratsiya qilishingiz uchun tasdiqlashingiz kerak degan xabar turibdi. Sizlarda ruscha, o'zbekcha chiqadi. Menda inglizcha chiqib turibdi, chunki men anaqa inglizcha interfeysda bo'lgani uchun. Bu yerda pastda ikkita bo'lim turibdi. Sizlarda o'ng tarafda подтвердить turadi yoki отменитmi yo nimadir o'xshab narsa turadi. Biz o'ng tarafdagini bosamiz. Подтвердить degan ruschalab chiqadi, скорее всего. Yoki tasdiqlash deb turadi o'zbekchalab. Yoki inkor qilish degani turadi chap tarafda. Biz har doim o'ng tarafdagisini bosamiz, tasdiqlash deganini. Xo'p, bo'ldi. Bu yerda yashil anaqaga ptichkaga o'zgardi. Bu degani bo'ldi dedi. Endi yana xuddi shu narsadan Chrome ilovasiga qaytamiz. Google yoki Chrome farqi yo'q. Mana ko'rib turganlaridek, registratsiya bo'ldi saytdan tasdiqlash bosganimizdan keyin.
Endi bu yerda yana xuddi shunaqa qilib tasdiqlash mana o'ng tarafdagini bosamiz. Menda inglizcha turib, sizlarda o'zbekcha, ruscha turgan bo'ladi. Подтвердить degan. Bosamiz. Bosganimizdan keyin bu yerda mana shu ruschalab xabarlar keladi. Zakaz, личные данные balobatalashib keladi. Endi bu yerga hozir radar detektorimizni qo'shishni o'rgatamiz. Qo'shishni o'rgataman. Hop, bu yerda pastga mana shu ekran chiqib keladi. Registratsiya o'tganlardan keyin. Hop, pastga tushsanglar, bu yerda обновление degani chiqib keladi. Обновление degani ustiga bosasizlar. Radarimizni обновление qilish uchun kerak. Bizga boshqa narsalar kerak emas. Bizga qiziq emas. Обновление ustiga bosganimizdan keyin bu yerda moи устройства degani chiqib keladi. Mening qurilmalarim degan chiqib keladi. Bu yerda hammada ruschada chiqib keladi. Qurilmani ro'yxatdan o'tkazish kerak. Xo'p, bu yerda добавить degan knopkani bosamiz. Добавить qilib turib, bu yerda gruppa modeli deb chiqib keladi. Modelingizni tanlang, qaysi modelligini deysiz. Mana o'ng tarafda bu yerda strelkalar turibdi, tepa past turib turgan. O'sha strelkani bitta ustiga bosamiz. Bu yerdan modelingiz nima aytishlar kerak. Nima? Video registratormi, radaringiz yo gibridmi? Video registrator bo'ladigan bo'lsa, qanaqadir Neoline Wowcam degan shunaqa prilojenelar bor. Agar gibridlaringiz bo'ladigan bo'lsa, masalan 9700S Wi-Fi Black'lar, 9700S degan 91 raqamlarni ko'radigan bo'lsangiz, ular gibrid hisoblanadi. Video registrator bo'ladigan bo'lsa, ular gibrid hisoblanadi. Agar masalan sizlarda 8800 Wi-Fi bo'ladigan bo'lsa, 7700 Wi-Fi bo'ladigan bo'lsa, 7700 Wi-Fi yo'q, 7800 Wi-Fi Black bo'ladigan bo'lsa, radar detektor deganini tanlaysizlar mana oxirida turgan radar detektor degan. Shuni ustiga bosib turib, endi modelingizni tanlang deyapti. Bizda masalan nima model, sizlarda qanaqa model bo'ladigan bo'lsa, xuddi o'shani tanlaysizlar. Mana bu yerda hamma modellar chiqib keladi. Hop, pastga tushsanglar, hamma 8800 Wi-Fi, Wi-Fi Black, polniy hamma modellar bor. Mana rossiyskiy ham, o'zbekskiy ham, mana 78, polniy 77 Blacklar hammasi bor. O'zingizlar modellarni tanlaysizlar. Mana biz masalan Patrulskan modelini tanlaymiz. Patrulskan modelini tanladik. Endi bu yerda seriyniy raqam kiritiladi deyapti. Seriyniy nomer deyapti. Seriyniy nomerni endi biz qayerdan olamiz degan savol tug'ilishi mumkin. Seriyniy nomeri radar detektorlarni tagida bo'ladi. U hozir mana ko'rsataman. O'zim rasmga olib qo'ygan edim. O'sha rasmni ko'rsataman. Telegramga tashlab qo'ygan edim. Men Telegramga kiraman. Sizlar radaringlarni oldinglarga qo'yib turib, u o'sha raqamini kiritasizlar, seriya raqamini kiritasizlar. Biz ham kiritamiz. Men Telegramga kiraman. Hop, Telegram kirganimda men o'zim rasmga olib tashlab qo'ygan edim o'zimga. Mana pastda ko'rsanglar, shunaqa yozuvlar turadi, har xil qaysi turlarga tushunmasligingiz mumkin. Mana pastda 05/2024 bu ishlab chiqarilgan yili hisoblanadi. O'shaning tepasida SN degan yozuv turibdi. Chap tomonda qarasanglar, oq yozuvda. SN degani o'sha seriya raqami degani. Inglizchada yozilgan, inglizchada o'zi serial number degani, seriya raqami deyilganda o'zbekchada. Bu yerda inglizchada yozilgan. Xuddi shunaqa qilib bir xil ketma-ketlik tartibda yozilamiz. Agar katta harf bo'ladigan bo'lsa, katta harfda yozishlar kerak. Kichkina harfda bo'ladigan bo'lsa, kichkina harfda yozish kerak. Raqam hamma narsa ketma-ketlikda bir xil tartibda yozilishi kerak. Masalan, qaysidir harfi katta qilib turib, qaysidirini kichkina qilib qo'ymasliklari kerak. Seriya raqamda qanday bo'ladigan bo'lsa, xuddi shunaqa qilib yozish kerak. Masalan, 7800 Wi-Fi Black'ni ko'ramiz. Mana bu yerda ko'rsak, sal xiraroq, hammanikida har xil bo'lishi mumkin. Mana X ko'p 78 S kichkina harfda yozilyapti. Shu yerda agar masalan S'ni katta harfda qiladigan bo'lsanglar, serverda arshivga berish mumkin. O'shaning uchun shu narsasiga ham ahamiyat beringlar. Keyin hamma narsa lotin harfida bo'ladi. Lotin, kirilchada yozib qo'ymanglar. Masalan, mana B degan so'z harf turibdi-ku. B'ni sizlar ruschalab V deb kiritib qo'yishinglar mumkin-da. Noto'g'ri kiritib qo'ysanglar, keyin saytda yana registratsiya bo'lmasdan anaqa bo'lishi mumkin. Atmeni bo'lib qolishi mumkin. Masalan, raqam hammasini ketma-ketlikda kiritamiz. Hop, ketdik. Mana birinchi Patrulskani kiritib ko'ramiz. Mana xuddi shu orqasidan qaytaramiz. Mana boshdan boshlagan, mana PSH deb yozilgan. Patrulskan X1 mana yozilgan. PSH1 deb yozilgan. Qisqartirib yozilgan. Hop, endi saytga kiramiz. Yana boshqatdan mana saytga boshqatdan kiryapman. Seriya raqamini. Shu yerga endi lotinchalab yozib ketaveramiz. Hop, PSH1 yozilgan edi. Bu yog'ini keyingi ham davom etamiz. 1052 1052 yo'q, bir ikki marta yozib yuboribman, adashib ketibman. Hop, K0123. Mana xuddi shu orqasida nima yozilgan bo'lsa, mana shuni yozib qo'yasizlar. K0123. K0123. Hop. Bu yerdan bitta bir o'chirib yuboramiz. Ikkita bir yozib yuboribman, adashib.
Hop, bu yerda endi pastda mana serika raqamini kiritdik. Endi bu yerda zaregistrироваться deganini bosamiz. Mana zaregistrироваться dedik. Bo'ldi, mana устройство зарегистрировано deyapti. Уже xabar o'chib ketdi-yu. Manaqa shunaqa bo'lim chiqib keladi. Mana мои устройства deganda уже mana сразу подгрузкаning ekspert chiqib keldi bizda. Bo'ldi, boshqa hech narsa qilmaysizlar-da. Endi mana shu подгрузкаning ustiga bir marta bossanglar, полностью hamma proshifkadan tortib hamma narsalarni tortib olishinglar mumkin. Mana data registratsiya u narsalar shart emas mana. Hop, instruksiya bor bu yerda. Mana baza Rossiyskiy Federatsiya SNG balobatdan mana сгенерировать ссылку qilsanglar birinchi, keyin skachet qilib olsanglar bo'laveradi bemalol. Mana shundan skachet qilib, oddiy qilib radaringlarni qanday обновление qiladigan bo'lsanglar, xuddi shunaqa qilib обновление qilaverasizlar. Международный bazani tortmaysizlar, u biz bazaga kiritmaydi, biz bazaga kirmaydi. U boshqa davlatlarning bazasi, biz tortadigan baza bu baza Rossiyskiy Federatsiya SNG deganini. Hop, keyin boshqa narsalar hammasini xuddi o'z tartibida yuklayverasizlar. Agar masalan qaysidir imenniy model обновление qilish kerak bo'ladigan bo'lsa, YouTube kanalimga o'tsanglar, hamma modelni обновление to'g'ri обновление qilishni video qilganman. YouTube kanalimga o'tsanglar, bemalol topib, qidirib ko'rsanglar bo'ladi. Bizga hozir asosiy narsa onlayn saytdan registratsiyadan o'tish edi. Hop. Endi bu yerda masalan qaysidir odamlarda 2 ta model ishlatish mumkin, 3 ta model ishlatish mumkin. Masalan, radar proshifkachilar bo'lishi mumkin. Ular 4 ta 5 ta model kiritishga to'g'ri keladi-da, proshifka tortib olish kerak o'z saytdan. Shuning uchun mana 2 ta model borlar uchun ko'rib chiqamiz. Mana yana bitta model. Endi 7800 Wi-Fi bilan kiritamiz. Hop, yana xuddi shu добавить bosamiz. Yana xuddi shuni qilamiz-da. Gruppa modeli endi meniki shu radar detektor sohasiga kiradi. Radar detektorini bosamiz. Hop, endi bu yoqdan 7800 Wi-Fi Black topamiz. Pastga tushsak o'zi O'zbekiston modellari chiqib keladi. Mana ko'rsam, bu yerda 7800 Wi-Fi Black turibdi. O'shaning ustiga bitta bosamiz. Endi serika raqamini xuddi shunaqa qilib kiritamiz. Men shu Telegramni tashlab olganim, mana shu Telegramdan ko'rib turib yozaman. Sizlar o'zingizlar radar detektorlarning tagiga qarab turib, shu yozib ketaverasizlar. Mana boshdan boshlangan Xscope 78S da boshlangan ekan. S kichkina harfda ekan. Ketdik, yozamiz. Xscope 78 kichkina harfda S yozdim. Hop, keyingilarni ham yozib ketamiz. B0324 B0324 hop, K4527 K4527. Mana hamma narsasini to'g'ri kiritdim. Mana harflarga ham ahamiyat beringlar. O'rtada kichkina harflar bo'lishi mumkin, katta harflar bo'lishi mumkin. Yonga chiqib ketdi. Kichkina katta harflar bo'lishi mumkin. O'shalarga yaxshilab ahamiyat berasizlar. Ehtiyot bo'linglar. Masalan, harf katta yoki kichkina qilib qo'yadigan bo'lsanglar, registratsiyadan o'tmay qolishi mumkin. Mana xuddi shu narsani yana zaregistrировать degan knopkani bosamiz. Bossak, bo'ldi, mana устройство зарегистрировано deydi. Mana tepada chiqib keladi. Устройство зарегистрировано. Xuddi shunaqa xabar chiqib keladi. Bo'ldi, mana ikkala modelimiz ham hozir kiritildi. Мои устройства, mening qurilmalarim degani. Endi bu yerdan ham bemalol hamma proshifka deysizlarmi, baza deysizlarmi, hammasini bemalol endi tortib olishinglar mumkin. Mana xuddi shu yerdan. Mana batafsil hamma proshifkadan tortib baza har kunlik chiqadi. Instruksiyalarning hammasi shu yerda bor. Agar sizlarga video instruksiya kerak bo'ladigan deydigan bo'lsanglar, YouTube kanalimga o'tsanglar, batafsil hammasi video qilingan. Bemalol ko'rib aniq qilishinglar mumkin. Mana pastroqqa tushsanglar, yangi proshifkada qanday mikrodasturda o'zgarishlar ro'yxatini ko'rib chiqsanglar bo'ladi. Masalan, qisqa qilib ko'radigan bo'lsak, mana shu shu yangi proshifkadagi o'zgarishlar shu yerda yozilgan bo'ladi. Mana u oson, qiyin joyi yo'q bu registratsiya qilishda. Shularni o'rganib olsanglar bo'ldi. Keyinchalik endi o'zbek raqamlarini ham kiritish mumkin bo'lsa kerak keyinchalik. Hozirchalik faqat Telegram orqali kirishinglar mumkin. Agar video foydali bo'lgan bo'lsa, boshqa odamlarga ham ulashishni unutmang. Xayr, salomat bo'linglar.